Kuli keldingmi? Assalomu alaykum momajonim. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ya bunday xamirni nima qilmoqchisiz? Yordam kerakmasmi? Voy bolajonim, hozir xamirni yoyamiz, kesgan osh qilyapmiz. No'xatli kesgan osh. Shunday kesgan osh ham qilsa bo'lar ekan. Qadim qilar onajonim. Azizlarim, mana xamirni yoyguningizcha tinchim ketmasin desangiz, mana shu yasalishini, xamirni ochilishini salafan bilan qiling. Xamiringiz qattiqmi, yumshog'imi farqi, mana hozir shu darajaga kelishda umuman jo'va ham ishlatmadim, faqat yasayapman. Salafan bilan mana shu darajaga keldi. Endi o'qlov bilan yoyamiz. Tabiat qo'yinda ovqat qilyapman, bolajonim. O'ylab ko'rsak, ichkarida ovqat qilish bo'lmasa kerak-a? Ichkari issiq, dim oshxonani konditsioner qo'yay desam, yoqmaydi. Sizlar kelguncha boshlab turdim, endi o'zlaring davom ettirasizlar. Yoyaman, kesib beraman. Mana podlivkalar deyarli tayyor bo'lib qoldi. Joyimdan mana shularni qilib turibman. Mana shumi bizning kesgan oshimizning podlivkasi. Ha, shu. Bunga endilikda nima solinyapti? Hozir piyoz qovurildi, mana qizillar solindi. To'g'rimi? Qizil tomat ko'xtang bolalari. Tomat, salat bilan aralash tomat. Biz kuni kecha Yangilikda no'xatmi? bu no'xat suvdan keyin solamiz. Hattoki hozir solib olsak ham bo'ladi. Chunki pishadigan boshqa narsasi yo'q. Bu chunki keskan osh, qaynatilgan tayyor no'xat. No'xatni keskan osh qilyapmiz, jonim bolam. Terib berasan keyin menga. Yalpiz nima? Yalpiz nima? Miyata. Yalpiz bor. Pudina. O'shani terib berasan, qatiq bilan aralashtirib solamiz. Salgina yordam ber, keyin ko'rsatasan ovqatimizni, xo'pmi? Yukalar siz bilan hamroh ekan. Gullar bag'rida ovqat qilishingiz. Tabiat qo'ynidaman bolajonim. Oshxona issiq. Endi yoz boshlandi. Oshxonani ko'chiramiz tashqariga. Sizlar bilan doim tashqari toza havoda videolarimiz ko'p, bu qizim. Bu gul ham ochilib qolibdi. Asliya momangiz bergan bu gulni.